kolonnani ko'rinishini ko'rasizlar. Bir 2 minut vaqt ajratsanglar, polni, podrobniy hammasini gapirib beramiz. Misol mana shu muftadan boshlab bering. Nimaga bunaqa? Ikkita armaturani bir-biriga ulashda doim bizada, ya'ni ham naxliy usuldan foydalaniladi. Bu hamma ustalar o'rganib qolgan usul. Lekin katta armaturalar bo'ldimi, bu yoqda o'zaro armaturalarning chiqindi sarf ko'payib ketib qoladi. Naxlos degandan ustiga o'tirishni aytyapsiz-da, 1 metrlar. Bittasi o'rtada qolib ketadi, bittasi yon chetida qolib ketadi. O'sha uchun armaturalarimizda boshidan oxirigacha bir xil o'q bo'ylab davom etishi uchun bu o'zi konstruktiv talab hisoblanadi. Shu narsa bajarilgan. Undan tashqari hamutlarni ko'radigan bo'lsak, mana regelga yaqin joyda zich, o'rtada kengroq va yana zichlashyapti. Mana. Va undan tashqari mana eng yuqori qismida ko'radigan bo'lsak, bu yoqda, hamma joyda. Ya'ni o'zaro har xil sathda to'xtatilyapti. Bu ham seysmik talablardan biri hisoblanadi va aynan mana shu arma karkasimiz sababi ham bekorga emas. Hamutlarni ham ko'rsak bo'ladi. Shaxmatli paretkada har xil joylariga to'g'ri. Bir yog'i bu yoqda, bir yog'i u yoqda, bittasi bu yerda. Bu ya'ni papirishli hamutlarimizni kolonnaga tushayotgan o'sha yuklar nagruska zo'riqishlarda bo'ladigan bo'lsa, ochilib ketish ehtimolini kamaytirib beradi. Hamma joyda mufta ishlatilibdi. Shunaqa. Hammasida mufta usuldan foydali bo'lgan bo'lsa, qizilchani qizartirib, kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Keyin Bunyodjonga ham podpiska tashlab qo'ysanglar, juda foydali. Ko'p ma'lumotlar bor. Eski videolarni ko'rsanglar bo'ladi. Salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar.